Ya'ni ustozlarni ustozi deyman men bularni. Ustoz bu shunaqa shaxski, bolani har tomonlama komillikka yetaklaydi va bundan tashqari bola o'zini o'zi komillikka olib chiqishiga yo'l qo'yib beradi. Ustozni shaxsiyati uni o'rgatadigan fanidan muhimroq ekanda. Ya'ni ustozni shaxsiyati, ustozni qilayotgan ishlari, ustozni harakatlari uni gapirayotgan gapidan ko'ra ustunroq bo'ladi bu. Doimo shunaqa. Qadrlab ichaman shu suvni. Emasmi? Xuddi shunga o'xshab turib, ya'ni o'zgarmas qoidalar bor. Sun'iy intellektni ishlatishni bilamiz, lekin baribir ham kichkina avlod bizdan yaxshiroq ishlatadi. Bu qoida bu. Kelib shu vazifangizni bajarib qo'ysam bo'ldi-ku degan savol bor misol uchun bolada. Biz unaqa bermaganmiz, bunaqa savol bermaganmiz. Men ko'pchilikda ko'radigan xatoyim o'zini zamonasidagi aktual bilimlarni hozirgi zamonda aktual va keyingi zamonda aktual deb o'ylaydi. Assalomu alaykum. Bugungi mehmonimizni Ustoz kundaligi kanali asoschisi va zamonaviy pedagog kurslarini ham muassisi Mohir Mirzahmedov bo'ladilar. Shaxsan o'zimni ustozim bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Siz Shoh bo'linglar. biz sizni ya'ni anchadan beri kuzatib kelaman. Ya'ni shaxsan men 2024-yildan beri kuzatar ekanman. Sizni Ustoz kundaligi degan kanalingizni. Bundan tashqari hozir ikkinchi kursingizda o'qiyapman. Bir nechta konkurs tilida shunda ham manimcha qatnashdik. Va komandamni ham o'qitib kelgan odam sifatida aytaman, ya'ni buni ancha oldin qilishimiz kerak o'zi bu podkastni. Ya'ni ustozlarni ustozi deyman men bularni. Xo'p, birinchi savolim, ustoz deganda kimni tushunasiz? Ya'ni Mohir Mirzahmedovning fikrida ustoz kim? Xo'p, avvalambor taklif uchun rahmat kattakon. Shuncha payt ham o'qirgansiz. Xursand bo'ldim eshitib va bir marta emas, bir necha marta kurslarimizni o'qiganingiz uchun ham juda xursandmiz. Xo'p, bugun rasmiy gaplashmaymiz, shundan ochiqroq gaplashamiz bemalol. Men fikrlarimni aytaman ko'proq bugun. Ustoz deganda endi fikrlar ko'p bunga. Ustoz deganda meni oddiyroq qilib, sodda qilib ta'rifini bering desangiz, meni fikrimcha ustoz bu bolani komillikka yetaklovchi shaxs. Bu ya'ni bolani har tomonlama, ruhiy tomonlama, aqliy tomonlama, aytaylik jismoniy tomonlama komillikka yetaklovchi shaxs deb bilaman. Endi ustozlikka meni yangicha bir ta'rifim bor. Bu o'zi umumiy ta'rif, lekin hozirgi zamonda aynan bizga kerak bo'lgan ta'rif bu nima? Ustoz bu shunaqa shaxski, bolani har tomonlama komillikka yetaklaydi va bundan tashqari bola o'zini o'zi komillikka olib chiqishiga yo'l qo'yib beradi. Ya'ni bosh chora aytadigan bo'lsak, ya'ni oldin o'zimman bo'lgan ustoz maqsadi bolani komillikka olib chiqish bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda komillikka olib chiqish va bundan tashqari komillikka chiqadigan yo'lga uni ingliz tilida aytganda push qilib turish, ya'ni unga yo'l ko'rsatuvchi shaxsni bilaman men o'zim shaxsiy fikrim. Demak, o'sha muhitni ham yaratib berish kerak ekanda, to'g'rimi? Ya'ni komillikka chiqish muhitini ham yaratib berish kerak ekan. Shunaqa, ya'ni komillikka chiqish muhitini yaratib beradi va yo'lini ko'rsatadi. Muhiti deganda ya'ni hamma narsani tayyor qilib bermaydi. Ya'ni yo'lida duch keladigan muammolariga qisman yechim aytib ketishi mumkin. Masalan, kelajakda seni mana bunaqa muammolar kutishi mumkin, yoki bo'lmasam kelajakda mana bu yo'nalishdan ketgin deb kelajakdagi bo'ladigan xavf-xatarlarni, kelajakda bo'ladigan yo'nalishlarni ko'rsatib beruvchi shaxs deb o'ylayman men fikrimcha. Zo'r. Demak, bundan kelib chiqadi, ustozni shaxsiyati uni o'rgatadigan fanidan muhimroq ekanda. Bu doimo shunaqa bo'lib kelgan. Sababi inson ikki xil tarzda o'rganadi o'zi. Inson tabiati, birinchisi o'sha eshitib, ikkinchisi operant o'rganishda adashmasam, ya'ni ko'rib turib o'rganadi. Ya'ni masalan deylik, ustoz sinfxonaga kirdi, dars o'tyapti va bir vaqtda o'zida ikki xil tarzda o'rgatyapti. Birinchisi o'tayotgan darsi bilan, ikkinchisi o'zini qilig'i bilan o'rgatyapti. Ya'ni qilig'i deganda men qo'polroq gap chiqdi, ya'ni o'zini xulq-atvori bilan, o'zini yondashuvlari bilan bolaga o'sha yo'l o'rgatadi. Ya'ni bola aynan bilmasligi mumkin. Men bugun ustozni masalan deylik, jahli chiqib ketganda baqirib yubordi deb, men bugun dars oldim deb o'ziga o'zi yozib qo'ymasligi mumkin, lekin ong ostida o'ziga yozib qo'yadi. Ya'ni ong ostida shunaqa fikrlar shakllanadiki, ya'ni kelajakda ustoz bo'lsa, mana shunaqa vaziyat bo'lsa, agar shunaqa vaziyatga duch kelishi mumkin ekan deydi. Yoki bo'lmasa, mana boshqacha yana misol beraman. Masalan, bolalardan hozirgi kunda so'rasangiz, o'qituvchi bo'lasanmi desangiz, nima deydi? Ko'pchiligi yo'q deydi o'zi.
afsuski shunaqa, ya'ni bolalar o'qituvchi bo'lmayman deydi. Nimaga desa, chunki deydi, o'qituvchilar doimo asabiy, doimo bolalarga baqirgan, doimo jahli chiqqan, qanaqadir bir qo'polroq qilib aytganda, ya'ni o'rtada pastroq klass vakillari deb tushunishadi. Nimaga desa, hech qaysi ustoz unga chiqib turib biz shunaqamiz demagan u bolaga. Lekin o'zini tutomlari bilan, o'zini harakatlari bilan bolaga shu messajni berib qo'ygan deb o'ylayman men. Shuning uchun ham bu narsa aniq va tiniq, ya'ni ustozni shaxsiyati, ustozni qilayotgan ishlari, ustozni harakatlari uni gapirayotgan gapidan ko'ra ustunroq bo'ladi bu. Doimo shunaqa. Tushunarli. Va o'zi zamondan zamonga, zamon desak qanchalik to'g'ri bo'ladi, o'quvchilarni o'zgarishida o'qituvchi qanaqa pozitsiyada bo'lishi kerak? Misol uchun Z avlodga qanaqa, alfa avlodga qanaqa, ya'ni u o'zgarib boryapti-da, tendensiyalar o'zgarib boryapti. O'shaning uchun ya'ni umumiy o'zgarmas bilimlar bormi? Ya'ni fundament bo'lgan bilimlar bormiki, uni o'rganib olishsa, keyin uni har qanaqa avlodga, har qanaqa vaziyatga moslashtirib keta olishsa. Xo'p, yaxshi savol bo'ldi. Hop, qarang, o'zgarmas bilimlar bor albatta. Bu narsani o'sha Linde effekti ham deyiladi. Ya'ni qadimdan qancha uzoqdan beri kelayotgan bilimlar bo'lsa, bundan keyin ham shuncha davom etadi degan tushuncha bor. Ya'ni o'zgarmas bilim doimo bo'ladi. Bu nima desa, bu inson psixologiyasi. Ya'ni bola psixologiyasi, inson psixologiyasi meni o'ylashimcha 90% deyarli bir xil bo'ladi. Ya'ni masalan deylik, siz va bizni psixologiyamiz o'sha 1000 yil oldingi insonni psixologiyasi bilan deyarli bir xil. Qo'rquvdan qo'rqishimiz, mukofotga intilishimiz, fitratimiz ya'ni bir xil, oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak. Va bola psixologiyasi ham shunaqa. Umumiy o'zgarmas qoidalar bor. Insonni psixologiyasi o'zgarmas qoidasi bor albatta, lekin bu zamondan zamonga har xil talqin qilinadi baribir. Ya'ni albatta bu o'zgarmas bilimlarni ustoz bilishi kerak deb o'ylayman. Men bitta misol beraman, kitob bor. Robert Cialdini'ni Influence degan kitobi bor. Va shunda inson psixologiyasidagi o'sha qoidalarni keltirib o'tgan. Bu qoidalar misol uchun deylik, cheklanganlik qoidasi degan narsa bor. Ya'ni insonni psixologiyasi shunaqaki, biron narsa masalan cheklangan bo'lsa, qadrlaydi shuni. Bu o'sha insonni fitratida bor narsa. Masalan, mana shu suv, faqatgina shu suv qoldi desangiz, men shuni qadrlab ichaman shu suvni. Emasmi? Xuddi shunga o'xshab turib, ya'ni o'zgarmas qoidalar bor. Lekin psixologiya o'zgarmaydi, lekin zamon va texnologiyalar o'zgarib boradi. Yangi texnologiyalar chiqadi. Misol uchun Z avlod paytida internet bo'lgan bo'lsa, Google bo'lgan bo'lsa, hozirgi alfa avlodga kelib turib, endi yangi inqilob paydo bo'lyapti. Bu sun'iy intellekt. Masalan, va endi meni tushuncham qanaqa? Endi siz savolingizga keladigan bo'lsa, ya'ni ustoz bu vaziyatda qanaqa pozitsiyani olish kerak degan savolga keladigan bo'lsak, birinchisi inson psixologiyasini o'rganish kerak. Albatta, o'quvchi psixologiyasini o'rganish kerak. Masalan, boshlang'ich sinflar nimaga qiziqadi? O'rta davrda bolalar qanaqa bo'ladi? O'smirlik paytida bolalar nimani boshdan kechiradi? Va umumiy olganda shu qoidalarni bilib olish kerak. Chunki bular o'zgarmaydi. Mana masalan bitta oddiy fakt aytaman sizga. Fakt emas, oddiy bir qoida. Boshlang'ichdagi o'quvchilar nima deb o'ylaysiz? Nimaga ko'proq qiziqadi? Boshlang'ich sinfdagi birinchidan 4-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar deylik. Xo'p. 1-sinfdan 4-sinfgacha o'yinlar, o'yinchoqlar bo'lishi mumkin. Ya'ni 1-4-sinfgacha bolalar tashqi mukofotlarga qiziqadi. Tashqaridan beriladigan mukofotlar, yulduzchalar, 5 baho, qanaqadir ishlaydi bu 1-4-sinfga, boshlang'ich sinfga. Endi istisnolar bor albatta, istisno har doim bo'ladi. Umumiy qilib aytolmayman bu yerda. Hop, va endi 5-sinfdan taxminan 9-sinfgacha bo'lgan davrda, bu davrda endi nima deb o'ylaysiz? Hop, yutish bo'lsa kerak. Bo'lishi mumkin, yaqin keldingiz. Ya'ni endi bu davrga kelib turib 5-sinf demaylik, umuman olganda 7-8-9-sinf kelib turib, endi bolalarda do'stlarini fikrlariga ko'proq qiziqish boshlanadi endi. Do'stlarim nima deydi? Do'stlarim men haqimda nima deb o'ylaydi? Bu umumiyroq tendensiya shu. Va endi kattaroq sinfga o'tgandan keyin high school deymizmi yoki universitet davriga keldimi, ana endi o'quvchi ko'proq o'zini fikrlarini namoyon qilishga, endi o'zi nima desa bo'ladi buni? Ya'ni endi o'ziga ko'proq qiziqish boshlaydi. Bundan oldin do'stlariga bo'ladigan bo'lsa, endi o'ziga o'zi ko'proq yo'nalgan bo'ladi. Endi bu paytda
ustoz endi uchalasiga qarab turib podxod qilishi kerak. Ya'ni birinchisi boshida o'sha ko'proq tashqi mukofotlar albatta. Aytgansizlarda ham arab tili akademiyalar bor, ya'ni ishlaydi bu. Ya'ni yosh bolalarga tashqi mukofotlar. Keyin sal kattaroq bo'lgandan keyin 5-sinfdan keyin bolaga endi jamoaviy o'yinlar, do'stlarni oldida obro' qozonishiga yo'l ochib berish kerak. Endi kattaroq bo'lgandan keyin endi fikrini ko'proq so'rash kerak. San nima deb o'ylaysan bu haqida? Sani fikring qanaqa? Endi ko'proq bolani o'ziga tashlash kerak bo'ladi. Mana bu narsa qarang, oddiy narsa men sizga tushuntirib berdim. Mana shu narsa umuman o'zgarmas. Hamma yoshlarga ta'sir qiladigan oddiy bir qoidalar bular. O'qituvchi buni bilib olishi kerak. Endi texnologiyani qay jihatda bilish kerak desa, bunga men shaxsiy fikrim bor, o'ta shaxsiy fikrim. Ya'ni baribir tepa avlod texnologiya bo'yicha yosh avlodga yeta olmaydi degan fikrdaman men. Masalan deylik, sun'iy intellektni ishlatishni bilamiz, lekin baribir ham kichkina avlod bizdan yaxshiroq ishlatadi. Bu qoida bu. Ya'ni biz qancha harakat qilmaylik, baribir yoshlar bizdan ko'ra ustunroq bo'ladi. Shuning uchun mening fikrim shunaqaki, ya'ni biz umumiy qoidalarni bilish bilan bir vaqtda o'zida zamonaviy texnologiyalarni, zamonaviy hayotda shu o'quvchilardagi bo'layotgan tendensiyalarga qisman xabardor bo'lishimiz kerak. Ya'ni fundamental bilimlarni bilishimiz kerak. Masalan deylik, sun'iy intellektni biz to'liq bilmasmiz, lekin qanaqa ishlatishni qisman bilib olishimiz kerak. Yoki bo'lmasam o'sha internetdan to'liq zo'r foydalana olmasligimiz mumkin, lekin umuman bilib qo'yishimiz kerak. Yoki masalan mana animeni, men o'zim anime ko'rib chiqaman 30 yoshga chiqib, shu yoshimda. Nimaga desam, umumiy tushunib olmoqchiman. Ya'ni bolalarning psixologiyasi qanaqa, bu anime industriyasi nimani ustiga qurilgan degan qisqacha tushunib olmoqchiman bu masalani. Men haliga tushunmasdim. Javob topdingizmi? Javob topdim, aytmayman buni. Chunki men video qilib chiqyapman o'zim. Bo'ldi. Hazillashyapman. Ya'ni hali gaplashamiz, ya'ni bunga qaytamiz, bunga kelamiz. Ya'ni shunaqa umumiy tendensiyalardan xabardor bo'lish kerak. Endi savolingizga yana bitta qaytaman. Endi ustoz endi aylantirib olib keladi baribir. Ya'ni o'qituvchi umumiy psixologiyani bilishi kerak. Bir vaqt o'zi zamonaviy texnologiyalardagi eng fundamental bilimlarni bilishi kerak deb o'ylayman. Nimaga desa, qo'polroq qilib aytganda, kalla qo'yib qo'ymaslik uchun o'quvchilarning oldida. Kalla qo'yib qo'yish o'qituvchining hurmatini tushirib qo'yadi. Bitta voqea aytib beraman sizga. Bitta rahmatli qarindoshimiz bo'lardi, yoshlari katta edi va bir kuni shunda meni oldimga pult olib kelib, televizor pultini olib kelib, menga telefon qilib ber deb kelganlar. Aqllari joyida, shunchaki tushunmaydilar, shunchaki. Tushunyapsizmi? Ya'ni shu darajada texnologiyadan uzoq bo'lganlari uchun pult bilan telefonni ajrata olmaganlar. Endi bu o'xshatishni nima uchun beryapman? Men ustoz ham, ya'ni zamonaviy tendensiyalardan eng kamida o'sha pult bilan telefonni ajrata oladigan darajada xabardor bo'lish kerak. O'sha basic ma'lumotlarni bilish kerak. O'shanda menimcha, ya'ni o'qituvchi kompetentni deymiz-ku, ya'ni zamon talabiga javob bera oladigan ustoz bo'ladi deb o'ylayman. Endi hozir yangi fikrlar bor. Ustoz sun'iy intellektni bilish kerak, albatta, u chuqur kirish kerak, uni ta'limga integratsiya qilish kerak deyishadi. Bu chuqur mavzu. Bunga men o'zim qo'shiladigan jihatlarim ham bor, qo'shilmaydigan jihatlarim ham bor. Bunga yana qaytishimiz mumkin keyin. Javob ola oldingizmi savoliga? Ha. Javob oldik. Bemalol aytib ketaveray. Masalan, savollaringiz tugab qolmasligi uchun ko'proq follow vaqt qilib ketursangiz ham bo'ladi. Ya'ni savollarning ichidan savol tug'dirib ketavering. Imkon bor. Chunki ketma-ket qilsangiz, agar tugab qoladi savollaringiz. Shunaqa qilaman. Xo'p, o'qituvchilarimizga men doim aytadigan narsam, men o'zi o'quv bo'limi rahbari bo'lib ishlaganman. Hozirda SEO bo'lib ishlayotgan bo'lsam, hozirgacha mubolag'a emas, 200 dan ortiq o'qituvchini suhbatdan o'tkazganman-da. Shuncha o'qituvchining ichidan pedagogikasi yaxshi bo'lgan, ya'ni pedagoglik mahoratlarini yaxshi biladigan, bu o'sha o'quvchi psixologiyasini ozgina bo'lsa ham biladigan o'qituvchilar taxminan 10% tashkil qiladi. Ya'ni juda ham kamda. Men doim aytardim, ya'ni til bilish boshqa narsa, yetkaza olish boshqa ko'nikma, ya'ni boshqa bir hunar deb aytardim-da. Mana shunga sizni fikringiz qanaqa?
Xo'p, endi o'qituvchilarni ichidan 10% deyapmiz. Bu o'zi dunyodagi hamma kasbda bor tendensiya o'zi. Ya'ni bu narsa aynan o'qituvchilarga xos emas. Bu o'zi umuman olganda insonga xos bo'lgan tendensiya hisoblanadi. Ya'ni inson qachonki komfort zonaga kirgandan keyin, komfort zona deganda bu o'ta qulay muhit emas. Shunchaki ya'ni ishdan haydalmaydigan darajadagi ishga joylashgandan keyin o'zi 98% adashmasam, tadqiqot bor shunaqa. 98% odam bo'ldi ishdan to'xtaydi o'zi. Bu insonni fitrati shunaqa o'zi. Biz shunaqaga moyilligimiz bor. Ya'ni bir narsaga kirganimizdan keyin, osonlashgandan keyin shu narsada qolib ketish odatimiz bor. Endi o'qituvchilarda ham bormi desa, o'qituvchilarda ham bor bu tendensiya. Ya'ni o'qituvchilarda ham o'sha o'z ustida ishlamaslik va hokazo tendensiyalar bor. Endi savolingizga keladigan bo'lsak, aynan o'qituvchilarda nega unday degan savol bor. Bu endi faqatgina o'qituvchilardagi muammo emas. Bu endi o'sha bizani zamonamizdagi, ya'ni bizni yurtlarimizdagi o'sha kelib chiqqan tizim bilan bog'liq muammolarga ham bog'liq bu. Masalan deylik, ana bizani yurtimizdagi to'xtang, shu joyga sal kirib ketarkanman. Bu ya'ni bu muammo o'zi umuman olganda butun dunyoda bor muammo. Ya'ni aynan O'zbekiston masalasini oladigan bo'lsak, O'zbekistonda taxminan o'sha 2000-yillargacham, 2010-yillargacham, ya'ni o'qituvchilik o'zi umuman olganda ikkinchi darajali, uchinchi darajali kasb deb ko'rilgan. Buni bilamiz, bunisi aniq va o'rta klass ham emas, ya'ni pastki klass ishi bo'lib qolgan bu o'qituvchilik. Buni endi boshqa sabablari bor, kirib o'tirmayman. Va shu sababli bizni intellektual qatlam bu sohaga kirmasdan boshqa sohaga o'tib ketgan. O'qituvchilikni tanlamagan, boshqa sohalarga ketishgan. Eng aqlli qatlamlar masalan chet elga chiqib ketganlar bo'lgan yoki bo'lmasa tadbirkorlikka kirib ketgan ko'p qatlam. Shuning uchun o'qituvchilikda mana shu intellektual qatlam yo'qolib qolgan. Bor bo'lsa ham juda ham kam, juda fidoyilar qolib ketgan faqat. Shuning uchun bu orada bizda katta uzilish bo'lib qolgan. Ya'ni o'sha avlodlar o'rtasida katta uzilish bor. Ya'ni o'zi odat bo'yicha, masalan deylik, Rothschildlar oilasini oladigan bo'lsa, misol qilib, o'sha bittasi boyiydi, boyligini keyingi avlodga o'tkazib ketadi. To'g'rimi? Keyingi avlodga o'tkazadi, u keyingi avlodga o'tkazadi. Bizda bo'lsa shunaqa bitta avlod yo'qolib qolgan. Ya'ni bitta avlod yo'qolib qolgan, shuning uchun ham bitta emas, yana bir nechta avlod deylik, bir nechta avlod yo'qolib qolgan, shuning uchun bizda o'sha an'anaviy ustozni olinadigan bilim, ustoz shogird an'anasi to'xtab qolgan bizda. Shuning uchun ham va bizda endi odam soni oshyapti O'zbekistonda, o'qituvchilik talabi oshyapti va massaviy o'qituvchilikka ishga olinyapti hozir va massaviy o'qituvchilarga talab oshib ketyapti, lekin bizda yetarlicha kadr chiqarilmagan. Shuning uchun orada juda katta bo'shliq bo'lib va bu narsa malakasiz kadrlarni ko'payishiga sababchi bo'lib qolgan deb o'ylayman men. Umumiy oladigan. Mana shunga yana qo'shimcha kiritib, demak, biza unaqa o'qituvchi kerak deb qidirgandan ko'ra tarbiyalash kerak. 100% tarbiyalash kerak. Chunki aytayapman-ku, ya'ni katta bo'shliq haligacha bor bizda. Ya'ni biz hozir xohlayotgan kadr tayinlab berilmagan. Hattoki bundan keyin ham bunaqa bo'lmaydi. Chunki hozirgi bizning maktablar ham bunaqa kadr tayyorlashga mo'ljallanmagan. Faqatgina hozir qilinishi mumkin bo'lgan ish tayyorlash, qayta tayyorlash. Mana kurslarda o'qitish, misol uchun, shunaqa qilib o'zingizlar o'qitishinglar kerak bo'ladi. Endi bu yerda eng muhim narsa, bu faqat O'zbekistonda emas, bu faqat arab tilida emas, butun dunyoda shunaqa hozir. Ya'ni zamon shunaqa rivojlanib ketdiki, shunaqa inqilob bo'lib ketdiki, hamma davlatda shunaqa, ya'ni maktab va universitet berayotgan bilimlar va ish so'rayotgan, ya'ni ish egalari so'rayotgan bilimlar o'rtasida katta gap bor, ya'ni gap deyiladi, katta bo'shliq bor. Bu butun dunyoda shunaqa, hattoki Amerikada ham shunaqa. Rostmi? O'shaning uchun ham avtodidaktizm degan, avtodidaktlar degan tushuncha keng ommalashdi. Bu nima desa, o'zini o'zi o'qita oladigan o'quvchilar. Ya'ni universitetni bitiryapti, lekin endi nima qila olmayapti, ishga joylasha olmayapti. Endi o'zini o'zi ustida ishlab turib, o'zini ustida rivojlantirib turib, zamonaviy bilimlarni olib turib, keyin ishga kirishyapti hozir. Rostmi? O'shaning uchun ham kelajak ilmi o'zini o'zi o'qita oladigan o'quvchilar deyiladi. Men o'shaning uchun ham boya aytdim, ya'ni ustoz kim deganingizda, ustoz men birinchi bergan javobim, ya'ni o'qituvchi bolani komillikka yetaklaydi va hozirgi zamondagi ustoz kim desa, bolani komillikka yetaklaydi va bolani komillikka yetaklash uchun yo'l ochib beradi o'zi. Sen men bu yo'ldan yurgan, bo'ldi, men qo'limdan kelmaydi bu yo'l. Sen mana shu yo'ldan yurasan deb ko'rsatib keta oladigan ustoz hisoblanadi deb o'ylayman men. Shuning uchun ham hozirgi kunda o'sha
universitetdan kutsangiz, davrdan kutsangiz, davlatdan kutsangiz unaqa kadr topolmaysiz. Olib turib o'qitishingiz kerak. Bu yerda endi eng muhim kriteriya nima desa, o'qituvchini hard skill emas, ya'ni arab tili bilishidan tashqari uni bilimga ochiqligi, bilimga chanqoqligi inobatga olinishi kerak endi. Butun dunyoda shunaqa. Hattoki Elon Musk ham komandasiga endi bilimi zo'rlarni emas, hattoki ya'ni bilimga ochiqlarni, ko'proq soft skill, ya'ni odob jihatdan kuchlilarni olishga harakat qilyapti, misol uchun. Zamon shunaqa bo'lib qolgan hozirgi kunda. Shuning uchun ham tavsiyam o'zinglar tayyorlaganingiz yaxshi, bunaqa ustozlarni va bu narsa sizlar uchun ham sadaqa joriy ham bo'ladi va bozorda umuman olgan unikal produkt tayyorlay olasizlar bu yerda. Shu kesilishi mumkin. Ertaga ko'p joy kesilib ketadi. Boyagi savolga javob bermadim adashmasam. Men arab tili miqyosida aytdim. Men umumiy qilib kesilmaydigan qilib javob berib ketishim mumkin. O'sha qilaylik. Nima edi savol? Ya'ni til bilish boshqa, uni yetkaza olish boshqa narsa. Ya'ni hozirda 10 ta o'qituvchidan bittasini ola olamiz, ya'ni Moskvada. Ya'ni buni sababi nima? Uni xarizmasida muammo borligi, yetkaza olishida muammo borligi, bilim zo'r. Ya'ni kitoblarni o'qib tashlagan, 100 dan ortiq kitoblar o'qib tashlagan, lekin u narsani yetkaza olmayapti. Tushunarli. Boyagi masala bu ham. Ya'ni bizda yurtimizda uzoq muddat pedagogik kadrlar yetishmovchiligi bo'ldi. Xuddi o'sha boyagi masala va shuning uchun ham endi bu kasbda shug'ullanadigan insonlar, bu kasbda PhD qiladiganlar juda kamayib ketgan. O'zi ko'p, PhDlar eng ko'p chiqadigan pedagogik sohada, lekin amaliy jihatdan bu sohada kadrlar yetishmovchiligi bor o'zi. Ya'ni mutaxassis kadrlar yetishmovchiligi bor. Shuning uchun ham bu faqatgina sizni sohangizda emas, umumiy hamma sohada shunaqa. Yaxshi kadrlar yetishmaydilar. Endi ikkinchi masala aynan yetkazib berish masalasida, o'zi yetkazib berish masalasi endi mana avj olyapti. Chunki biz oldingi davrlarda yetkazib berish degan narsaga u talab bo'lmagan o'zi. Ya'ni bizda Z avlod, kattaroq avlodda bizda maktabda o'qituvchilar o'qitgan, o'qituvchilar aytgan degan bo'lgan. Sababi ya'ni bizda o'z an'anamizda shunaqa qadimgi an'analarimiz bo'yicha biz ustoz otadan ko'ra ulug'roq deb bilganmiz va bu narsa, bu tushunchalar bo'lgan, bu mavjud bo'lgan. Shuning uchun ham nisbatan ustoz avtoritet deb ko'rganmiz va ustozga ergashganmiz shuning uchun. Ana endi biz shunaqa davrga kelib qoldikki, shu internet globalizatsiya deymiz, boshqa deymiz, butun dunyodagi tendensiyalar O'zbekistonga birdaniga kirdi. Shu 2016-yillardan keyin O'zbekiston ochildi, ochiq davlatga aylandi va birdaniga o'sha butun dunyo tendensiya kirib keldi va bizda endi xususiy sektorlar ochilishni boshladi. Xususiy maktablar, o'quv markazlari va hokazo. Ana endi bu yerda pul to'lovchilar kim bo'ladi endi? Pul to'lovchi kim bo'ladi? Ota-ona. Ota-ona bo'ladi yoki bo'lmasam bolalarning o'zi pul to'lab turib keladi. Ana endi bolalarning o'zi pul to'layotgandan keyin endi sifat talab qilishni boshlayapti endi. Ya'ni ota-ona sifat talab qiladi maktabdan. Nimaga yaxshiroq o'qitmayapsan deydi. O'quv markazida talab qiladi. Nima uchun yaxshiroq o'qitmayapsan deb. Va ana endi pedagogik mahoratga endi ehtiyojlik kuchayyapti. Sizning savolingizga to'g'ridan-to'g'ri javob shuki, shu davrgacha pedagogik mahoratga hozirgichalik ehtiyoj bo'lmagan. Sababi bizda qadriyat bo'yicha o'zi sharq xalqlarida o'zi nafaqat O'zbekiston, Xitoyda, aytaylik, Yaponiyada, Koreyada bu yerda konfutsiylik kuchli bo'lgan, sharq xalqlarida yoki bizning mamlakatlarda umuman olganda an'anaviy o'zimiz qadriyatlarimiz bo'lgan. Bizning qadriyatlarimizga ko'ra biz ustozni faqatgina ustoz deb emas, ya'ni o'sha oliy toifa vakili deb bilganmiz, misol uchun. Shuning uchun ham bizda paytda o'sha ustoz nimadir gapirsa, qo'rqqanmiz, misol uchun. Bu tendensiyani bilasiz buni. Va zamon o'zgarib qoldi. Tushunasizmi? Ya'ni zamon birdaniga o'zgardi, boshqa tuzum kirib keldi. Bizga boshqa tuzumga o'tyapmiz. Hozir bozor iqtisodiyoti, erkin bozor iqtisodiyotiga o'tyapmiz. Endi erkin bozor iqtisodiyotida endi raqobat kuchli bo'ladi. Raqobat kuchli joyda endi eng zo'rlariga ehtiyoj tug'iladi. Endi hamma o'zicha raqobat qilishni boshlaydi. Ana endi ehtiyoj paydo bo'ldi. Ana endi bozor qonuniyati bor. Talab bo'lsa taklif ham bo'ladi. Ana endi sekin-sekin mana siz savol beryapsiz, boshqa ustozlar harakat qilyapti va sekin-sekin pedagogik mahorat bo'yicha endi kurslar qilinadi. Endi o'sha shu bo'shliq yopiladi deb o'ylayman. Va shuning uchun ana endi ustozlar ham tushunib yetadi.
Ana endi ustozlik keladi. Misol uchun deylik, Attanol sertifikati bor. C2 olsa bo'larmidi? Attanoldan C2 oladi. Ustozlik keladi Attanol sertifikati bilan. Xayolida u любой joyga kirib ketaman deb o'ylagan bo'ladi. Tasavvurida. Lekin masalan sizlarning Nun Arabic Academy keladida, siz ishga olmaysiz uni. Keyin unda savol tug'iladi. Deydi, nimaga men ishga kira olmadim? Mani sekin bo'lsa deb hayron qoladi. Keyin sekin tushunib yetadi. Ha, meni pedagogik mahoratim yaxshi emas ekan deb sekin izlanishni boshlaydi. Bu narsa evolyutsion keladi o'zi. Ya'ni evolyutsion shu bosqichga kelyapmiz. Hozirgi kunda nimaga unaqa o'zi ustida ishlamayapti desangiz, sababi hali bozor to'yinmagan, hali yetarlicha arab tili deylik, yetarlicha ingliz tili ustozlari yo'q. Hamma sohada kadrlar yetmayapti, hamma sohada o'qituvchi yetmayapti va oqibatda o'rtacha bo'lsa ham, o'rtachadan past bo'lsa ham olishga majbur bo'lyapti ustozlar. Ingliz tilida ham yetmaydi deb o'ylaysizmi? Ingliz tili ham yetmaydi. Yo'q, Ingliz tili yetmaydi. Ya'ni shuncha yildan beri hozir misol uchun biza arab tiliga qiyoslasa, ingliz tilidan bir 10 yil orqada-da. Hozirgi ko'p bozor deganaqa. Endi ingliz tiliga yetmayapti deganingiz, demak, arab tilida unaqa narsa bo'lishi oddiy holat ekan. Shunaqa biz mana bunaqa o'ylaymizda o'zi. Masalan deylik, biz statistikaga qarab turib hisoblamaymiz-da ko'p narsani. Biz ko'ramiz hamma joyda ingliz tili ustozlari, Telegramning ingliz tili ustozlari ko'p ekan deb tushunib qolamiz shuni oqibatida. Lekin umuman olganda, mana statistikaga qaraydigan bo'lsa, O'zbekistonda qancha aholi bor? Misol uchun 40 million. 40 million deylik. Qanchasi ingliz tili o'qishga ehtiyoji bor shu? Yo'q, hisob chiqmagan. Taxminan deng, taxminan hisobladik. 5 million mayli olaylik, 5 million, 10 million olaylik. 5 million deylik. Endi nechta o'quv markazi bor endi? Shu ingliz tili o'tadigan nechta o'quv markazi bor? Adashmasam, Toshkentdami yo O'zbekistondami? O'zbekistonda deylik. Taxminan aytavering, bu 2000 ta deylik. 5 milliondan qoplab bera oladimi shular? Yo'q. O'qituvchi bilan qoplab beradi. Birinchisi shu. Fizika qoplay olmaydi. Ikkinchi tomondan davlat maktablari bor. Tushunasizmi? Davlat maktablari necha mingta necha yuz mingta davlat maktablari bor. Unga o'qituvchi kerak, misol uchun ingliz tili ustozi kerak. Juda talab katta haligacha. Ingliz tili ustozlarigacha talab katta deb o'ylayman. Men fikrim shunaqa. Talab katta. Ingliz tili ham shunaqa. To'yinadimi desa, to'yinsa kerak. 5-10 yilda to'yinsa kerak hozirgi o'qituvchilar orqali. Hozirgi ta'lim tizimimizda sizni eng ko'p tashvishlantiradigan narsa nima? Xo'p. Endi qarang, tashvish degani mana bunaqa narsa ekanda o'zi. Odam ulg'aygani sari tashvishlari ham o'zgarib turar ekan o'zi. Masalan, o'tgan yilda men tashvish deb hisoblagan narsalarim bu yil mana shu tashvish emas, misol uchun. Yoki hozirgi men tashvishlangan narsalar keyingi yil oddiy narsadek ko'rinishi mumkindir. Shuning uchun men hozirgi holatimdan kelib chiqib aytaman. 30 yoshli Mohir Mirzaahmedov fikri qanaqa, tashvishi qanaqa desa, birinchisi mana shu ustozlar yetmaganligi sababli va yetarlicha o'sha intellektual ustozlar ta'limga kirmagani sababli, intellektual kadrlar ta'limga kirmagani sababli o'sha katta, ya'ni o'quvchilar va o'qituvchilar orasida katta bo'linish yuz beradi deb o'ylayman. Ya'ni borgan sari o'quvchilar ustozni mensimay boradi deb o'ylayman. Borgan sari o'quvchilar ustozni hurmat qilmaydi deb o'ylayman. Mana shu narsadan tashvishlanaman men. Nimaga desa, chunki kompetentniy deymiz-ku, ya'ni yetarli darajada zo'r ustozlar yo'qligi va bu yerda internet orqali aqllilashib ketayotgan bolalar o'rtasida katta tafovut bo'ladi deb o'ylayman. Uning intellektiga o'rtoq bo'lib o'sayotgan anaqa qatlam bilan. Ya'ni o'zini ustida ishlamayotgan o'qituvchilar o'rtasida. Shunaqa o'qituvchilar o'rtasida tafovut bo'ladi. Endi men qo'rquvim bunda ham emas. Bu narsa chunki o'tib kelamiz. Meni qo'rquvim hozirgi zamonda o'sha bolalar ratsionallashyapti. Ya'ni bu nima degani desa, ko'proq o'sha liberallashyapti, ratsionallashyapti deymiz. Dehqoncha qilib tushuntirganda, ko'proq o'sha oddiyroq qilib aytganda, o'sha dunyodagi, o'sha Yevropadagi va boshqa hududlardagi o'sha inson huquqlari normalari bizni yurtimizga kirib kelyapti, bizni bolalarimizgacha kirib kelyapti. Ya'ni dunyoqarash, globalizatsiya oqibatida bolalar dunyoqarashi butun dunyodagi o'sha Amerikadagi, o'sha Yevropadagi umuman olganda butun dunyodagi dunyoqarashga o'tyapti hozirgi kunda.
Va buni oqibatida ratsionallashuv nima zararli tomoni bor desa, ratsionallashuvni bolalar doimo ko'p savol tutadi, ular ko'p savolga tutadi va savollariga mantiqiy javob olish xohlaydi doimo. Doimo savol beradi, savollariga mantiqiy javob oladi. Mana misol uchun, nimaga men darsga vaqtida kelishim kerak? Kelib shu vazifangizni bajarib qo'ysam bo'ldi-ku, degan savol bor misol uchun bolada. Biz unaqa bermaganmiz, bunaqa savol bermaganmiz, lekin hozirgi zamonaviy avlod berishi mumkin. Va shunga ustoz mantiqan qoniqtiradigan qilib javob bermasa agar, bu yerda katta tafovut uyg'onadi va oqibatda o'sha katta ajrashuv vujudga keladi deb o'ylayman. Bu mani bitta xavotirlarimdan bittasi. Shunaqa. 3 ta so'raganmidingiz o'zi? Ha? 3 ta so'raganmiz. 3 ta degan umumiy 3 ta savol bormi? Yo, tashvishlantiradigan 3 ta muammo deganmidingiz? Yo'q, o'zi umumiy eng ko'p tashvishlantiradigan narsa dedim. Qat'iyat va halimlik o'rtasida mezon to'g'risida. Uni bir marta o'zi kursingizda gapirib o'tgandingiz, lekin qisqa bo'lib qoluvdi. Ya'ni ko'pchilik ustozlarda kuzatiladigan narsa o'zi tabiatan introvert va halim insonda, lekin darsda boshqa odamga aylanib qoladi-da, sherga aylanib qoladi u. Darsdan chiqqaningizdan keyin boshqa odam. Keyin qat'iyat masalasi, misol uchun deylik, uyga vazifa kelmasa kechirib yuboradi. Keyin o'quvchilar darsini, misol uchun ustozni gapini уже eshitmasdan quloq solmaslikni boshlagandan keyin unga sherligini ishlatish boshlaydi-da unga. Ya'ni mana shu yerda уже mezon yo'qolyapti-da. Shu yerda mezon yo'qolyapti. Shuni o'rtasini qanaqa ushlash mumkin? Tushunarli. Hozirgi masalaga qaytadigan bo'lsak, man o'zimizdan bo'lgan xatolar, bu narsani man kurs o'tadigan inson sifatida emas, ichki o'zi tanasi o'yinda bo'lgan inson sifatida gapiraman. Nima uchun bunaqa holat bo'ladi desa, tajribasizlik oqibatida albatta o'zimizda ham bo'lgan, yaqin orada ham bo'lgan bunaqa holatlar. Ya'ni nimaga bo'ladi desa, chunki ustoz katta ehtimol bilan o'sha tajribasiz bo'ladi va o'sha o'zini prinsiplarini bilmaydi. Ya'ni chegaralar qattiqligini, umuman pedagogik bilimlari yetarlicha bo'lmaydi bu holatda va oqibatda sinfdagi kontrolni yo'qotib qo'yadi. Va kontrolni yo'qotgan inson endi olishi ikkita yo'li bo'ladi. Yoki qattiq qo'rquv bilan olishi mumkin kontrolni, yoki bo'lmasam katta mehnat bilan, katta hurmat qozonish bilan olish mumkin bo'ladi. Hurmat qozonishga ko'z yetmay qolgan paytida, o'sha paytda o'sha ichida o'sha bitta birdan bir yo'li, bu vaziyatdan chiqish birdan bir yo'li o'sha sher bo'lish deb o'ylaydi va oqibatda shu yo'l orqali sinfni tizginni qo'lga olmoqchi bo'ladi. Tushunishim bo'yicha shunaqa. Va endi savolga keladigan bo'lsak, bu o'zi me'yor qayerda degan savol. Bu me'yor bo'yicha endi 2-3 xil fikrlar bor. Ya'ni buni qat'iyat va halimlik dedingiz, buni ham pedagogik tilda o'sha mehribon qattiqqo'llik ham deyishadi. Doklemov kitobida warm demander deyishadi, ya'ni mehribon talabchanlar deyishadi. Mehribon va qattiqqo'llikning chegarasi qayerda degan fikr bor. Xo'p, birinchi fikr, bu ustoz o'zida mehribon qattiqqo'llik chegarasi bo'lmaydi. Qaysi o'quvchiga mehribon bo'ladi, qaysi o'quvchiga qattiqqo'l bo'ladi. Bu narsa ustoz o'zining farosatidan kelib chiqib qilinadi. Ya'ni o'zi ustoz flexible deydi-ku, qayishqoqroq bo'ladi. Ya'ni qaysi o'quvchiga chiroyli muomala qiladi, qaysi o'quvchiga qattiqroq turadi. Ya'ni xarakteriga qarab turib yondashish kerak bo'ladi. Endi ikkinchisi, ustoz o'zida qanaqa qilib balans ushlashi mumkin? Buni chegaralari, aniq liniyalari qayerda degan savol bor. Oltin balans qayerda desa, men endi bilgan ma'lumotlarga ko'ra, birinchisi, ya'ni ustoz o'zini qonun qoidalariga, o'zini prinsiplariga qattiqqo'l bo'lishi kerak, lekin muomalada yumshoqqo'l bo'lishi kerak. Bu qanaqa desa, masalan deylik, ustoz prinsip qo'ydi, ya'ni dars payti telefon o'ynash mumkin emas degan prinsipi bor. Oddiyroq qilib aytaylik, oddiyroq misol olaylik. Telefon o'ynash mumkin emas degan prinsipi bor va bo'ldi. Endi bolaga yumshoq muomala qiladi, chiroyli gapiradi, chiroyli darsini o'tadi va endi agar bola telefon o'ynaydigan bo'lsa, endi istisno qilmaydi. O'sha ma'lum bir belgilab qo'ygan qonun qoidalariga ko'ra yoki telefonni olib qo'yadi, yoki ma'lum bir sanksiyalar beradi, yoki o'zini qo'ygan qonun qoidalarini qo'yishi kerak. Ya'ni qonun qoidalarida, prinsiplarida ustoz sher bo'lishi kerak. O'zini prinsiplarida.
Muomalada bo'lsa, munosabatda o'quvchini ruhiyatini hurmat qilishi bo'yicha bu endi halim bo'lishi kerak haqiqatdan ham. Bu narsani balansda ushlasa bo'ladi. Endi men sizga tushuntirish uchun yana bitta misol beraman hozir sizga. Ya'ni aynan qanaqa qilib ham mehribon, ham qattiqqo'l prinsipini ushlash mumkin degan savol beraman sizga bitta. Tasavvur qiling, arab tili ustozingiz. Arab tili ustozingizga endi maktabdasiz, 1dan 5gacha baho qo'yiladigan shkalada o'qiyapsiz. Arab tili ustozingizga aytaylik, kelib vazifa topshirdingiz. 3 ga topshirdingiz vazifani. 3 ga topshirdingiz va sizga aytyapti: Nusratullo, san 5 ga loyiq o'quvchisan. Men seni 3 ga topshirishingni men sen qabul qila olmayman. Chunki men sen potensialingni bilaman. Sen bunaqa tomonlaring bor. Shuning uchun buni qaytadan topshirasan. Bugun qaytadan ishlaysan, ertaga qaytadan topshirasan deyapti. Bu ustoz endi mehribonmi bu, qattiqqo'lmi bu? Bu qattiqqo'l. Aha. Bir tarafdan ya'ni qat'iyatli mehribonda. Mana shunaqa deb nomlagan bo'lardim. Sizni yerga urdimi hozir? Yo'q, O'zingiz yomon his qildingizmi shu ustoz yonida? Hurmatingiz oshdimi, tushdimi bu ustozga? oshdi. Nima uchun oshdi? Sizni qaytaryapti-ku misol uchun. Yo'q, qaytaryapti, lekin meni shaxsiyatimni hurmat qilyapti-da. Xo'p. Meni ishimni qaytaryapti, o'zimni emas. Tushundingizmi? Ya'ni mehribon qattiqqo'l shunaqa bo'ladi. Ya'ni u o'quvchiga shunaqa mesaj beradiki, ya'ni hammasi qo'yib bermaydi unga. Ya'ni men seni telefoningni olaman, men sen telefon o'ynashga ruxsat bermayman deydi va sababini qarang. Endi sababi sen zo'r o'quvchi bo'lishing kerak, sen yaxshi o'qishing kerak. Men seni o'ylaganim uchun mana shu telefonni olib qo'yapman degan mesaj yetkaza oladi bu. Mehribon qattiqqo'l ustoz. Emasmi? Ya'ni bizda xato nimada? Bizda qattiqqo'llik degani kirib turib, ota-onangni chaqiraman, ol telefonni bu yoqqa, mol deb gapirib qo'yamiz-ku, misol uchun. Bu narsa shaxsiyatga o'tish endi. Bu narsada samimiyat yo'qolib qoladi bu yerda. Ya'ni bu yerda tarbiya qilyapman deb o'ylaymiz, lekin xato qilayotgan bo'lamiz o'zi aslida. Asli xato qilayotgan bo'lamiz. Lekin haqiqiy mehribon qattiqqo'l ustoz bu, ya'ni men senga qilyapman, lekin seni foydang uchun qilyapman bu narsani deb yetkaza oladi. O'shaning uchun o'quvchilar ham, hattoki bu ustoz qaytarsa ham, vazifalarni qabul qilmasa ham bu ustozni hurmat qiladi. Zo'r. Zo'rlikni ko'rsatdingiz. Endi shunga doir o'zi oxirrog'ida bermoqchi edim. Ya'ni bizda emas, menimcha hamma joyda bo'lsa kerak, o'quvchilarda qiziqqan sohasi degan narsada. Men endi buni misol bilan keltirib bersam yaxshiroq tushuntira olaman. Bir kun bitta o'quvchi kelgan, dars qilishni ancha vaqt o'qidida, ya'ni dars qilishni xohlamaydi. Ota-onasini ham chaqirtirdim. Ya'ni lekin boshqa fanga qatnashadi, IT ga qatnashadi. IT haqida so'rasam, u qani berilib gapirib beradi-da, u yaxshi ko'radi ITni. Lekin meni darsim kelganda yoqtirmaydi u. Ya'ni keyin men ota-onasini chaqirib aytdimki, mana shu qiziqqan narsasiga ko'proq urg'u bersanglar yaxshi emasmi hozir? Ya'ni ota-onalar bunaqa narsada, ya'ni ba'zi o'quvchilar borki, o'zini xohishi bilan kelmaydi. Uydagi dafkasi bilan keladi-da, ya'ni uydagi, ya'ni ota-onasini ideologiyasidagi o'quvchi, ya'ni ota-onasini ideologiyasidagi nima deydi, kelajakda farzandimni shunaqa tasavvur qilaman degan narsa bilan kelishadi va u narsa o'quvchida yaxshi taassurot bo'lishi ham mumkin, yaxshi olib ketib qolishi ham mumkin, lekin teskari bo'lishi ham mumkin. Даже o'sha fanga nisbatan juda nafrat uyg'onib qolishi ham mumkin ekanda. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu yerda maktablar yoki o'quv markazlar qanaqa pozitsiyada bo'lishi kerak? Ya'ni filtr qo'yishimiz kerakmi biza? Ya'ni именно u sohaga qiziqyaptimi? Unikimi o'zi bu soha? O'zini ko'ra olyaptimi kelajagini? Ya'ni biza baribir umrda, misol uchun 0 dan boshlab turib to o'sha C1+ darajasiga chiqish uchun kamida 2 yil vaqt ketadi. 2 yil umrda bu. Ya'ni uni 2 yil balki misol uchun deylik, u duradgorlikka qiziqayotgan bo'lsa, duradgorlik shug'ullansa, u profi bo'lib ketadi. Misol tariqasida aytyapman. Nima deb o'ylaysiz mana shu narsaga?
nima yechim bergan bo'lamiz? Hop, endi bir nechta qismlari bor ekan savolni. Men o'ylashimcha, birinchisi ota-onani dafkasi kerakmi o'zi yo'qmi degan masalaga kelaylik. Mani o'zim shaxsiy fikrim, men bu bo'yicha mutaxassis emasman o'zi, lekin fikrimcha, bu yerda dafka o'sha ota-onani, ya'ni undashi qaysidir paytda baribir kerak deb o'ylayman. Masalan, deylik, bola o'zi shunaqa hech narsaga qiziqmaydigan, uyda telefondan boshini ko'tarmaydigan bola bo'lsa, albatta uni ta'lim dargohiga olib kelgani menimcha yaxshi deb o'ylayman. Ya'ni masalan, deylik, urishib bo'lsa ham, qattiq turib bo'lsa ham, matematika bo'ladimi, boshqa fanlar bo'ladimi, o'qitgan yaxshi deb o'ylayman. Chunki eng kamida 2 yil umrida olsiz, lekin 2 yil umrini o'quv markaziga sarflaydi, to'g'ri, hech narsaga erishmaydi, lekin mana shu paytda 2 yil u yomonlashishi mumkin bo'ladi u bola. Tushunasizmi? 2 yil qo'yib bersiz, u telefonda undan ham yomon ishlarni qilib, qabih darajaga chiqib qolishi mumkin bo'ladi. Qaysi ma'noda agar bola, ya'ni shu shundoq ham hech narsa qilmayotgan bo'lsa, shundoq hech narsa qiziqmaydigan bo'lsa, uni ota-ona olib kelgani yaxshimi desa, meni o'ylashimcha yaxshi deb o'ylayman. Endi o'quv markazi bu ota-onaga aytib qo'yishi kerak. Mana bolangni 1 oy o'qitdik, mana 2 oy o'qitdik, mana natijalari baribir o'qimayapti. Endi agar mana sizga taklif, xohlasangiz qolaversin, shu yerda yuraversin xohlasangiz, agar ruxsat berilsa agar, yoki bo'lmasam bizdan natija talab qilmang deb aytish kerak deb o'ylayman bu yerda. Ota-ona bilan gaplashish kerak. Endi ikkinchi masala, bola arab tiliga qiziqmaydi misol uchun, lekin nimadir foydali narsaga qiziqadi deylik, ITga qiziqadi deylik. Bu masalada meni fikrimcha, bolani yo'q unga, yo'q bunga emas, bu yerda va'ni ishlatish kerak deb o'ylayman. Ya'ni bola bilan kelishuv qilish kerak. Sani ITingga ham olib boraman, sen ITga borasan va ITga borishing uchun lekin arab tilidan darslaringni qilib qo'yasan deyish kerak. Arab tilidan darslaringni qilasan deb, menimcha bu yerda kollaboratsiya qilgan yaxshiroq bo'ladi. Va bolani o'ziga ham tushuntirish kerak. Masalan, deylik, ITga qiziqasan, zo'r, bu sohangni olib ketur, lekin mana bu yerda bizda arab tilini kadr yetishmaydi. Arab tilini biladigan ITishniklar yetishmaydi. Misol uchun, mana yaqinda bo'layotgan voqea, bitta ustozimiz o'zlari montaj qiladilar. Videolarni arab tili bo'yicha kontent qiladilar, o'zlari montaj qiladilar. Men aytaman, baraka topib, shu montajyorga bering, nimaga siqilib o'tiribsiz? Siz vaqtingiz qimmat bo'lsa desam, arab tilini biladigan montajyorga o'tyaptilar-da. Endi bo'lsa kerak balkim, lekin kam bo'lsa kerak misol uchun. Va bolaga shuni yetkazib bera olish kerak. Bolaga hozirgi yoshlarga, ya'ni ota-ona qilasan desa qilgisi kelmaydi o'zi. O'zi ijodkor shunaqa bo'ladi, ijodkor inson shunaqa bo'ladi. Masalan, bir narsani qilgisi kelib tursa ham, mana shu ishni qilasan desa qilmaydi o'zi bola. Tushunasizmi? Inson tabiati shunaqa o'zi. Shuning uchun ham bolaga aytish kerak, mana bunaqa og'riq bor, sen nima uchun arab tiliga olib kelding? Mana bunaqa sabablari bor. Bo'ldi, sen ITni xohlasan, borasan, faqat mana bu tomonni ham to'g'rilab qo'yasan. Chunki ITni o'zida sen mana bunaqa yo'lga kirib ketishing mumkin. Mana bu bo'lsa, seni balansda ta'minlab turadi. deb bolaga tushuntirish ishlari olib borish kerak deb o'ylayman. Endi agar o'ta ham bu fanni yoqtirmayotgan bo'lsa, ya'ni men o'zim masalan jiyanimda bo'layotgan voqea, yaqinda bo'lyapti, ingliz tiliga boradi, mehnatkash bola. Mehnatkash bola, lekin ingliz tiliga moyillik yo'q u bolada. Vazifalar qiladi, so'zlarni yodlaydi, lekin u uchun emasda ingliz tili. Rasmi u uchun emas, u aniq bilsa bo'ladi bu narsani. Ota-ona aniq bildimi, ya'ni bu fan u uchun emasligini bildimi, ya'ni o'sha narigi fanga yo'naltirish kerak deb o'ylayman baribir. Endi keyingi savol, yana bitta savol berdingiz orada. Biz qanaqa filtr qilishimiz kerak dedingiz. Meni o'ylashimcha, kelishi bilanoq fanga qiziqadimi, yo'qmi deb filtr qilib, bu narsaga, ya'ni отказ o'zbekchada nima bo'lardi? Rad javob berib olish kerak emas deb o'ylayman. Sababi ko'rish kerak. 1 oy kelib ko'rsin, 2 oy kelib ko'rsin, balki qiziqib ketar bola. O'zi bilmaysiz-da buni. Balki bola qiziqib ketar, shuning uchun bu yerda oldindan nima qilish haqida menda fikrim yo'q bu yerda. Shunaqa. Javob ola oldingizmi o'zi? Ha. Hamma tomon kirib chiqa oldingmi? Oldi. Keyin mana bunaqa narsa bor. Yana savolingizga yetib ketay. Ota-onalar yo'l qo'yadigan bitta xato bor. Buni men hamma avlodda ko'ryapman. Chunki endi yoshimiz katta bo'lmasa ham, taxminan 2 ta avlod ota-onasini ko'ryapman-da. Misol uchun, hozirgi kunda yoshroq, nisbatan yoshroq avlod va kattaroq avlod ota-onalarni ko'ryapman. Men ko'pchilikda ko'radigan xatoyim, o'zini zamonasidagi aktual bilimlarni hozirgi zamonda aktual va keyingi zamonda aktual deb o'ylaydi. Masalan, deylik, aytaylik,
10 yil oldin, 20 yil oldin rus tili sababli ish topolmagan odamlarni taniyman men, ota-onalarni taniyman. Shunaqa men o'zim yaqin qarindoshlarim bor. Nima uchun ish topolmagan desa, o'sha rus tilini bilmagani sabab bo'lgan. Ana endi o'sha fikrni olib turib, endi nevaralarini o'qitmoqchi endi rus tiliga. Nimaga desa, ertaga ish topolmaydi degan fikri bor. Jon bormi desa, jon bor albatta. Toshkent shahrida rus tili kerakmi? Kerak. Lekin buni yaxshilab bir o'tirib tadqiqot qilib ko'rish kerak. Keyingi 10 yillikda bizga kerak bo'ladimi, yo'qmi? Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, ota-ona o'zini zamonasidan kelib chiqib emas, bolalarni va ular katta bo'ladigan zamondan kelib chiqib turib xulosa qilish kerak deb o'ylayman. Va sizni holatingizda ham o'sha boyagi ota-onalar olib keladi, ko'proq o'zini holatidan kelib chiqishi mumkin. Mana shu narsa, mana boyagi qo'rqayotgan nimadan qo'rqasiz, nimadan tashvishlanasiz? Ya'ni tashvishlanadigan narsam, men endi chiroyliroq ifoda qilib bera olmayman. Katta avlod bilan yosh avlodni dunyoqarashida yana ham bo'shliq paydo bo'lishidan tashvishlanaman men. Va bo'lyapti ham bu narsa. Chunki yosh avlod ko'ryaptiki, nima ma'no bunda? Buni o'qigan nima ma'no deyapti? Katta avlod bu tushunmagandan bolasini olib kelyapti, misol uchun-da. Endi katta avlodda ham to'g'ri nimadir hisobga olgan bo'lishi mumkin, lekin shuning uchun doimo katta avlod ham, ya'ni biz ham doimo o'z ustimizda ishlashimiz kerak deb o'ylayman. Bolalar dunyosiga tushib turib, o'sha bolalar nimaga qiziqyapti o'zi, nimani xohlayapti degan masalaga to'xtalishimiz kerak. Zo'r. O'zi mana shu ko'p mavzu to'g'risida gaplashdik-ku. Sizda nimadir o'yingizdan kelib chiqqan narsalar bo'lsa, yana tug'ilayotgan bo'lsa, o'sha narsalarni aytib ketavering. Bo'ldi, mavzuga oid bo'lsa. Ya'ni o'zi ana bir nechta mavzuni anaqasida nimadir paydo bo'ladi-da. Bu yaxshi ketadi o'zi. Yarim soat bo'ldimi? Bo'ldi. Hop. Sizda men o'zim ham o'qiganman. Zamonaviy pedagog kursingiz bor. Hozir nechinchisi boshlanadi, xudo xolasa? 14-sentyabrda. Sentyabr yo oktabrda boshlanadi. Men 9da o'qiganman. Zamonaviy pedagogga boshlagan paytingizdagi birinchi kursingiz bilan 5-kurs o'rtasida necha foiz farq bor? Va 5 bilan 10 ni o'rtasida necha foiz farq bor va 14 bilan 10 ni o'rtasida necha foiz farq bo'ladi? Yaxshi savol. Xo'p, buni aniq foizlarda ayta olmayman-ku, lekin 1 bilan 5 orasida ya'ni katta farq bor deya olmayman. O'zim ham bunaqa qarang, bu aynan davrga qarab emas, meni rivojlanishimga qarab to'g'ri keladi bu. Men o'zim qachonki o'zim kurslarda o'qib turib, o'zim rivojlansam, kursim ham o'zgargan shunaqa. Meni o'ylashimcha, 10-guruhdan keyin juda katta o'zgarish bo'ldi deb o'ylayman. 10-guruhdan keyin siz nechida o'qigansiz? 9da. Keyingisini o'qib chiqing demoqchiman deb bitta. Xo'p, ondan keyin katta o'zgarish bo'lgan deb o'ylayman. O'zi mana hammasida adashmasam 20-30% o'zgarish bor. Hammasida. Ya'ni kursdan kursga 20%. Kursdan kursga 20%-30% o'zgarish bor o'zi. Har kursdan kursga. Endi evolyutsionda ketyapmiz biz ham. Bu narsa ongli ravishda hisobga olingan. Biz kurs ochishimizdan oldin bilardik shunaqa kamchiliklar bilan, xatolar bilan qisman boshlashimizni va bu narsaga rozi bo'lganmiz va biz yo'l-yo'llarga to'g'irlab ketamiz degan prinsipda bo'lganmiz va yo'l-yo'llarga to'g'irlab ketamiz va endi niyat bor, xudo xohlasa shu oxirigacha shu evolyutsionni to'g'irlash bilan band bo'lamiz deb o'ylayman. O'shaning uchun ham kimni tanqid qilsa ta'sir qilmaydi bizga. O'zi shunaqa bo'lishi kerak. Ya'ni o'zingiz doimo rivojlanib turgan bo'lsangiz, tanqidlovchi uncha ta'sir qilmaydi. Masalan, deylik, o'zi unchalik bo'lmaydi-yu, qatlanarli tanqidlar bo'lib turadi ba'zida, ta'sir qilmaydi. Nimaga desa, chunki shuncha rivojlantirib shu darajaga olib keldik hozir va yana kamchiliklarimiz bor. Buni ham endi keyingi kursda to'g'irlab ketamiz degan fikrimiz bor. Shuning uchun hammasida 10-20% dan o'zgarish bilan kelyapmiz deb o'ylayman. Zo'r. Endi mana hozirgi 12, 13, 14larda katta o'zgarishlar bo'ladi hammasida. Nimaga desa, biz endi orasida katta tanaffus olyapmiz. Ya'ni maqsadli tanaffus olyapmiz. Endi kursimizni doimo ochmaymiz. Endi o'sha oktyabr oyida bitta, fevral oyida bitta ochamiz. Qolgan paytda o'zimiz o'z ustimizda ishlash bilan band bo'lamiz. Shunda effektivni bo'lar ekan qarasak. Biz oldin 1-guruhda, 2-guruhda har oy ochardik-da buni. Undan ko'ra o'sha 2-3 oylikni keyin bitta qilib yig'ib turib o'tganimiz yaxshi ekan. Bizga bo'sh vaqt bo'lar ekan va o'z ustimizda rivojlanishimizga vaqt bo'lar ekan bu yerda. Shuning uchun endi bu yog'iga o'ylayman 40% dan o'zgarib ketadi deb o'ylayman. 40% dan o'zgaradi.
Zo'r. Man 9-kursda o'qiganman, va 9-kursda o'qiyotganimda, ya'ni man o'zligiga yetmaganman. Ya'ni, ta'sir qilib ketmasin deb, u payti kurs nechi pul? 500 mingmi bo'lardi. Narxini aytmay qo'ya endi. Ha, ya'ni bu kurs o'zini qiymatidan 10 baravar qiymatli ekan degan xulosaga kelganman. Man 9 o'qiganman, lekin 10 dan o'zgartirish kiritganman deyaptilar. Lekin man o'qishni tavsiya qilaman. Chunki nima deydi, doimiy Mohir Muzaffar va Muhammad ustozlar doimiy o'zligini ustida ishlab boradigan ustozlar hisoblanishadi. Ijtimoiy tarmoq va sun'iy intellekt ustoz ishini qiyinlashtiradimi yoki aksi? Hop. Katta savol ekan bu ham. Hop, ijtimoiy tarmoqda sun'iy intellektni qarang. O'zi ustozlar qisman bo'lsak agar 20% ustoz bo'ladi, texnologiya bilan zo'r bo'ladi ular kreativ bo'ladi. 20% taxminan ijodkor bo'ladi. 80% o'sha nisbatan o'rtachada o'sha berilgan vazifani qila oladigan, dars o'tib bera oladigan ustozlar deb hisoblayman. Men taxminan 80-20 deylik. Endi shu 20% ustoz uchun bu narsa qo'l keladi deb o'ylayman. Qo'l keladi. 80% ustozga ham qisman foyda berishi mumkin, ishini yengillatishi mumkin. Lekin umumiy olganda yengillatadimi, osonlashtiradimi deydigan bo'lsangiz, mani shaxsiy fikrim, umumiy olib qaraydigan bo'lsak, qiyinlashtiradi deb o'ylayman. Chunki ijtimoiy tarmoqlar o'sha Anxious Generation degan kitob bor, o'qib chiqishni tavsiya beraman hammaga. O'sha Jonathan Haidt yozgan kitob, Behalovat avlod tarjima qilingan kitob. Ya'ni bu yerda keltirilgan, ya'ni aynan ijtimoiy tarmoqlarni jamiyatga olib kelayotgan zararlari keltirilgan. Ya'ni bu juda ham simptomli, ya'ni juda ham katta ziyonlari bor buni. Birinchisi masalan mental health deyishadi, ya'ni o'sha yoshlarni ruhiy tushkunlikka tushishi, misol uchun yoshlarning diqqati pasayishiga sababchi bo'ladi. O'sha yoshlarda ya'ni suitsid foizlari ham oshyapti hattoki. O'sha Amerikada suitsid foizlari juda ham oshgan 2010-yildan keyin. Suitsid foizlari oshishi bu yerda bo'ladi va bundan tashqari umuman olganda motivatsiya yetishmasligi, hamma narsadan ma'no qidirish, ma'no topa olmaslik, existential crisis deyishadi, ya'ni nima uchun yashayotganini bilmaslik. Mana shunday holatlarga sababchi bo'lib qolgan hozirgi kunda internet va ijtimoiy tarmoqlar. Va eng muhimlaridan bittasi, eng katta zararlardan bittasi bu uyquga ta'siri bu. Ya'ni shunaqa tadqiqot bor Amerikada, ya'ni buni diagrammasini keltirib qo'ysa bo'lar ekan. Ya'ni taxminan adashmasam 90% bolalar va qizlar 7 soatdan kam uxlashi aniqlangan. Ya'ni telefon oqibatida, ijtimoiy tarmoqlar oqibatida ular ya'ni 7 soatdan kam uxlashi aniqlangan va bu narsa to'g'ridan-to'g'ri bolalarni o'sha aqliy faoliyatiga ta'sir qiladi va bu narsa maktabda o'z ta'sirini ko'rsatadi. To'g'ri, ustoz sun'iy intellekt orqali darsni qiziq qilishi mumkin, vizual diagrammalar yaratishi mumkin. Bu tomonlama zo'r, haqiqatan foyda beradi. Lekin umumiy olganda jamiyat ongini tushiradimi desangiz, juda ham katta ta'sir qiladi jamiyat ongiga. Ana endi ustoz roli bundan keyin mana shu tendensiyalarni hisobga olib turib, faqatgina o'qitish emas, balkim ruhiy qo'llab-quvvatlash, ya'ni bekorga ham aytmadim boshida, ya'ni ustoz roli endi o'quvchiga motivatsiya bera olish. Ustoz endi ko'proq roli endi hard skills emas, ko'proq soft skills, ya'ni ustoz bir vaqt o'zi psixolog bo'lishiga to'g'ri keladi endi bu yog'iga. O'quvchini tushunishi, hisoblay olishi va bundan tashqari endi o'zi qadimdan shunaqa bo'lgan, o'shancha yaxshi effektivni ishlagan. Ana endi ota-onalar bilan to'g'ridan-to'g'ri kollaboratsiya qilib turib, bolani hayot tarziga aralashishga majbur bo'ladi endi. Ya'ni bolani hayot tarziga aralashmasa, ya'ni bu samarasiz bo'ladi. Ustoz ming zo'r prezentatsiya tayyorlab kelmasin, darsiga zo'r tayyorlanmasin, sertifikatlarni qadab tashlagan bo'lmasin, agar ustozda bolani turmush tarziga ta'sir qila olmaydigan bo'lsa, bundan keyin qiyinlashib boraveradi. Ya'ni o'qitish. Emasmi? Shuning uchun endi bitta umumlashtiramiz. Savolingizga bitta umumiy qilib javob beraman. Umuman foyda beradimi, zarar beradimi desangiz, ko'proq zararga ishlaydi deb o'ylayman. Ko'proq bolaning aqliy faoliyati tushiga ta'sir qiladi deb o'ylayman. Lekin bir vaqtda o'zida ustozni qadri oshadi deb o'ylayman. O'qituvchilikning qadri oshadi deb o'ylayman. To'g'ri, o'qituvchi zo'r ma'lumot bera olmasligi mumkin, lekin ana endi o'qituvchi agar mana shu joyda ham, mana shu jihatda ham bolaga ta'sir o'tkaza oladigan bo'lsa, ana endi eng qadrli kadrga aylanadi endi bu yog'iga.
Zo'r. Demak, o'zi bundan keyingi savol shu edi. Shunga javob berib o'tdingiz. Sun'iy intellekt ustoz o'rnini bosa olmasligi aniq, qaytanga qadrini oshirayotgan ekan. Shunaqa deb o'ylayman man. Demak, Shunday. tabiiylikka ehtiyoj yana oshaveradi Shunaqa. psixologiyaga. Shunday, ya'ni bilim hozirgi kunda ma'lumotda muammo yo'q, lekin mana masalan deylik, hozirgi kunda arab tilini sun'iy intellektni o'rgansa bo'ladimi, yo'qmi? Bo'ladi. Misol uchun deylik, video ko'rib o'rgansa bo'ladimi? Bo'ladi. Nimaga markazga keladi bo'lmasam bola? Birinchidan muhit, keyin tajriba. Ya'ni noto'g'ri yo'ldan ketib qolishi mumkin. Shunday va keyingisi onlayn kurslarda oxirigacha borish 10%, 10% bo'ladi. Ya'ni endi bu yog'iga ustozni roli faqatgina dars berish emas, bolani intizomli ushlab tura olish, bolani motivatsiya qila olish, bolani kerak paytda qo'rqita olish. Endi to'g'ri ma'noda aytyapman, ya'ni noto'g'ri ma'noda emas, ya'ni kelajagi bilan qo'rqita olish misol uchun. Bolani psixologiyasi bilan ishlash ko'nikmalari oldinga chiqadi. Va mana shu joyda baribir ustozga ehtiyoj tug'iladi. Baribir aylanib ustozga ehtiyoj tug'iladi deb o'ylayman. Qaysi jihatdan to'g'ri, ustozlar qaysi jihatdan, ya'ni ustozlarning o'rnini bosishi mumkin. Bu juda ham tor doiraga bo'ladi. Bu avtodidakt, exceptional, ya'ni dumla deyishadi uni. O'sha jamiyatda 3% bolalar bo'ladi. Ular ustozsiz o'rganishni yaxshi ko'radi o'zlari. Ularga ustoz qo'yadigan bo'lsa o'rgana olmaydi. Menda tanishlarim bor shunaqa. Yosh bolalar, lekin juda ham intellektual oldinga o'tib ketgan, o'ta jamiyatdagi o'zgacha bolalar. Bularga ustoz shart emas bo'ladi. Bularga faqatgina mentor kerak, yo'naltirib turadigan. To'g'ri ketyapsam, noto'g'ri ketyapsammi va feedback berib turadigan ustoz kerak bo'ladi endi. Ya'ni bolani kelajagini ko'rib turib, o'sha boya aytdik-ku, ustoz degani kim deganingizda, aytdim-ku, komillikka o'zi yo'l ochib beradigan. Dedim-ku, komillikka yo'l ochib berib turib, endi aytib turadi, feedback berib turadi. Bizda o'zbekchada aytganda izoh berib turadi. To'g'ri yo'lga ketyapsan, noto'g'ri yo'lga ketyapsan deb aytib turadigan darajaga chiqadi deb o'ylayman. Oxirgi savolimiz bu psixologiya to'g'risida ikkinchi marta gapiryapmiz. Ustozni psixologiya bilishi kerakligi to'g'risida va bu o'zgarmas fanligi to'g'risida. Endi psixologiyada shaxsan menda ham bor, balki kuzatuvchilarda ham bordir ba'zilarda. Psixologiya deganda noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qolganda, ya'ni har xil psixologlar chiqib negativ fikrlar bildirib, negativ ularga fikr bildirilgandan keyin umumiy fanga nisbatan ozgina negativroq qarash bo'lib qolganda, psixologiya deganda o'zi aslida to'g'ri fan, arab tilida ilmun nafs deyiladi, ya'ni nafsni o'rganuvchi fan deb narsa. O'shanga psixologiyani o'rganish bo'yicha o'zingiz tavsiya qiladigan eng yaxshi 3 ta kitob yoki manaqa darsli, masalan, YouTube'da darsli bo'lishi mumkin. Nimani tavsiya qilasiz ustozlarga mendan? Men bu bo'yicha menimcha tavsiya bera olmayman deb o'ylayman. Sababi men o'zim ustozim bor, o'sha Po'latek Ergashev, psixologiya fanlari doktori. Men ko'proq ularni yozgan maqolalaridan, ulardan foydalanib bilaman, lekin umumiy jamiyatda jamiyatga tavsiya beradigan darajada emasman deb o'ylayman, bu darajada. Endi bunda nima qilish kerak? Men baliq bermayman, baliq tutishni o'rgataman hozir. O'z kursimizda ham shunaqa prinsipimiz, baliq bera olmasam ham baliq tutishni o'rgatib ketaman ba'zi joylarda. Hop qarang, bu yerda nima qilinadi? Masalan deylik, analogiya bilan o'rgataylik. Masalan, Malika bozorida juda ham ko'p aytaylik, o'zbekcha aytganda mashinniklar bor deylik. Malika bozorida. Endi siz o'sha yaxshi telefon olish uchun nima ishlar qilgan bo'lardingiz Malika bozoriga borib? Hop, bir nechta magazinlarni solishtirgan bo'lardim va eng taniqliroq anaqaga borib, magazinga borib olishga harakat qilib va tanish qidirgan bo'lardim. Xuddi shunaqa, ya'ni tanish orqali chiqish. Ya'ni bu yerda men aytib bera olmadimmi? Xuddi shu yo'lda yurgan, o'sha ishonchli, o'zingizni qadriyatingizda bo'lgan tanishlarga aloqaga chiqish orqali menimcha bu sohaga kirib borsa bo'ladi deb o'ylayman. Bu sohaga kirish kerak deb o'ylayman. Aynan o'sha sohani mutaxassisini olib kelish kerak va o'shani o'zidan so'rash kerak. Kim bilan tavsiya berasan deyish kerak. Masalan, bittasini topasiz, o'ziga ishonchlisini topasiz va uni chaqirasiz va keyin u orqali chiqasiz qolganlarga. Men bu media sohasida yurganimizda ham bitta zo'r insight bo'lgandi. Ya'ni bizga kerakli blogerlarni 1 yil davomida qidirganmiz. Qaysi bloger bizga tushar ekan? Mana bloger bilan ishlasam ekan, bu bilanmi deganmizda, keyin oxiri bitta yo'lga o'tganmiz. Bitta bloger tavakkal pul berib chaqirganmiz. Undan so'rab olganmiz keyin. Mana bizning qadriyatimiz mana bunaqa.
bizga mos bo'lgan blogerlarni aytib ber desangiz, u yaxshi biladi buni. Shuning uchun sizdan ham xuddi shunaqa qoida qo'yish kerak. Bittasi orqali qolganini topish kerak deb o'ylayman bu yerda. Zo'r. Va yana tavsiya beraman, yaqinda kitobimiz chiqadi, Xudo xohlasa, avgust oyida bo'lsa kerak. Darsga tayyormizmi degan kitobimiz bor. Bunda ustozimiz bilan birgalikda ijod qilganmiz. Ya'ni o'sha sinfxonadagi o'sha psixologik muammolar va ularga yechimlar, sinfxonadagi o'sha muammolar va ularga yechimlar borasida o'sha foydali ma'lumotlar berib ketganmiz. Po'lat aka Ergashev bilan yozilgan kitob Darsga tayyormizmi nomli kitob. Ustoz, ajratgan vaqtingiz biroz bo'ling. Podkastimiz tugadi. Ya'ni bugungi podkastimizda biza ta'lim, ustozlarni o'zini ustida ishlashi va bolalar psixologiyasi to'g'risida ko'proq gaplashdik. Xudo xohlasa manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Chaqirganingiz uchun rahmat. Vaqtingizni ajratib biz uchun keldingiz.